Assalomu alaykum barchaga. Yana bitta proyektimizda qurilishlar o'z nihoyasiga yetdi. Qanday ishlar bajarilgan? Hozir birgalikda ko'rib chiqamiz. Xo'p, xonadonimizning kirish qismida, ya'ni koridorda turibmiz. Agar tasvirlarga e'tibor bergan bo'lsangiz, bu uyimizda hech narsa ortiqcha emas. Qandaydir dag'allikni sezmaysiz va aksincha, qurilish uslubi, eshiklar, umuman bezaklarning barchasi bir-biriga monand. Bu uyimizdagi barcha eshiklar kompaniyamiz tomonidan o'rnatib berilgan va mana shu jarayonlarga bosh-qosh bo'lgan Yakkasaroy tuman filiali rahbari bo'lgan Eldor akamizni suhbat kutamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Eldor aka, yaxshimisiz? Xush kelibsiz. Tuzumsiz? Charchamadingizmi? Yaxshimiz. Rahmat. Tabriklaymiz. Rahmat. Zo'r bo'pti. Eshiklar, umuman o'zi interyer gap bo'lishi mumkin emas. Endi biz masalan men aniq to'liq tushunmayman, lekin imkon qadar kuzatuvchilarga tushuntirishga harakat qildik aka. Endi o'zingizdan so'rasak, bu xonadon uchun nechta eshik tayyorlab berganmiz? Bu xonadonimiz uchun eshiklarimiz 6 eshik. 6 eshik tayyorlab berganmiz. Plyontuslarni qilib berganmiz. Neoklassik stilimizda podzakaz deyiladi biz nomimizda, ya'ni klient buyurtma asosida. Da, buyurtma asosida klientimiz xohlagan dizaynni, mana masalan aytadi, "Men dizaynda bo'lsin" deydi. O'sha dizayniga moslab yasab berganmiz. Demak, qarang, demak, agar o'zlari taklif bildirganlari uchun mana shu ranglar, mana shu dizayndan foydalangan, to'g'rimi? To'g'ri. Siz qanday tavsiya bergansiz? Masalan, ehtimol boshqacharoq rang qilish mumkin edi degan tavsiya berganmisiz? Yo'q, endi men ko'rganman, dizaynni ko'rib chiqib ana qildim. Bolalar yaxshi dizayn ishlashgan ekan. Ko'rdim, qarasam, bu uyga endi domga ko'proq svetliroq eshik, oq mana shunaqa svetli eshik qo'ysak, ham kengroq ko'rsatadi, ham mana bunaqasiga dizayniga tushgan. Shuning uchun mana shu rangdan foydalandik. Bu yerda hozir ikki xil rang ishlatganmiz. Oqqa jemchug sepganmiz. Bu yerda jemchug ham sepilgan. Shuni so'ramoqchi edim aka, mana qarang, uyda svetlar ham, chiroqlar ham yetarlicha-da. Endi chiroq ko'p bo'lgandan keyin bu o'zidan qandaydir nur taratish kerak. Lekin qandaydir sal yumshoqlik bor-da. Bu qanaqa bo'yog'ini kuchidanmi? Bo'yog'imiz turetskiy gench ishlatilgan. Turetskiy genchga oq matviyga ustiga jemchug sepganmiz. Bu yerda aytyapsiz, mana chiroqli ko'pligi, chiroqli ko'p tushganini hisobiga jemchug shunaqa kraska yaltiraydi, blesk beradi. Shuni hisobiga chiroyli bo'lib chiqdi. Har doim uydan chiqayotganimizda albatta uy oldida mana shunday oyna bo'lishi kerak. Chunki tashqariga chiqayotganda albatta inson o'ziga qarab, kiyimlariga qarab chiqadi. Va mana shu narsaga uyimizda e'tibor qaratilgan. O'zi umuman komfort juda ham qulay darajada. Endi ranglarga e'tibor beramiz. Uyimizni qurilishi adashmasam neoklassik uslub bo'lsa kerak. Qurilish uslubini u qadar zo'r tushunmayman, lekin oramizda menimcha qurilish uslublarini yaxshi tushunadiganlar bor va fikrimizni kommentlarda izohlab qo'yasiz. Xullas, mavsumiy kiyimlarni albatta kirish qismida qo'yilgan shkaflarga joylashtiramiz va uyda ham xuddi shunaqa komfortni ko'rishimiz mumkin. Hamma ranglarni biz oldin kuzatib ko'rib chiqdik-da. Nisbatan yumshoq bo'lgan ranglardan foydalangan, lekin tutqichlarning hammasi, e'tibor berdim, hammasi qora rangda. Nima uchun? Bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz, Eldor aka, qora rang berganimiz oqqa endi ko'rinib turadi. Yana bitta plyus tarafi bu yerga bergan, ko'rayotgan bo'lsangiz, kulchatillarimiz, shunga moslangan qora rang. Agar bu qora bo'lib, bu tilla yo stalnoy rang qilsak, bir-biridan uzoqlashib ketadi, bir-biriga yaqin bo'lishi. Mana hamma joyda ko'rayotgansiz, kulchatil, hamma narsalarimiz qora rangda bir-biriga uyg'unlashib tushgan bir-biriga. Shuning uchun qora rangni tanlaganmiz. Eldor aka, mana 6 ta eshikdan ikkitasi oynali shaklda tayyorlangan ekan. Buni ham o'sha buyurtmachini o'zlari aytdilarmi yoki siz tavsiya berdingizmi? Biz bu yoqda men ko'pincha zal bilan kuxnyani ko'pincha oynali qiling deb o'zim ham ko'p taklif beraman. Bularda lekin o'zlari taklif berishdi. Nega dizaynda oynali bo'lgan ekan? Oynali qilishimizni maqsadimiz kuxnya bilan zalga mehmon o't bo'ladi bu yerda, kelib qolsa, kuxnyada odam borligi, svet yonsa, ko'rinib turish uchun ko'proq o'tirasiz bu joyda, yorug'lik tushishi uchun oynali qilamiz. Akalar, esinglardami? Uyimiz oldin pol qismi to'liq gilam bilan yopilgan bo'lardi. Lekin hozir menimcha dizayn o'zgarib ketdi-yu. Chunki hozir ko'rganimizda mana gilamlardan biroz masofa ochiq qoldirilgan va bu narsa kirishingiz bilan sizni yana ham quvontiradi. Eldor aka, lekin bugunchi mana shu videoni o'zida uy quradiganlar uchun biz mingtalik ma'lumotni aytib ketyapmiz-da.
zo'r qo'llanma bo'ladi. Yana bitta narsa bor, e'tiborimni tortgan jihat bu mana bu eshiklardagi naqshlar, o'rtadagi dekorativ naqsh deymizmi? Bu nimadan tayyorlanadi aka? Yopishtiriladimi? Nima o'zi bu? Bu narsamiz dekor deyiladi biz nomimizda. Bu yopishtiriladi. Bularimiz bu MDFdan yasaladi. Alohida o'ylab, bunga alohida vaqtimiz ketadi. Bunda roverimiz bor. O'sha MDF qo'yib, rover gulini chizib, har bittasiga 8 soat vaqtimiz ketadi. Shunaqa rover olib kelganmiz-da. Rover. Bu dekor nima uchun qo'yib berganmiz? Bizga mijozimiz aytdilar. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, gipsdan qo'yilgan, mana devordagi gipsdan qilingan. Shunga uyg'unlik bo'lsin, bir xil bo'lsin, shuni yasab bering. Bizga endi boya aytganimdek под zakaz o'sha klientlar aytganimiz xohlaganini yasab berib, xohishga qarab tayyorlab beramiz. Shunga shuni bizga ko'rsatishdi, shu guldan kerak deb, shu gulni kiritib, mana shuni MDFdan bir xil rezinka ishlatadi, u ishlatadi, bu ishlatadi. Bu narsamiz rezinka emas, MDFdan ishlatilgan. Bu kraskasi eshigimiz qanday tursa, bunimiz ham shunday turadi, vechniy bunimiz ishlab beradi. Bu kraskamiz o'sha dekorimizga MDFga sepilgan. Masalan, aytaylik, o'sha boya aytganimdek rezinkaga unga sepilsa, vaqt soati o'tadi, rangi o'zgaradi, уже ko'karadi, уже rezinka o'zi ishlamadida. Bu MDF ishlatishimiz maqsadimiz eshigimizni rangi bilan o'sha bir xil bo'lib, qancha bu xizmat qilsa, bunimiz ham qilt etmay shuni xizmat qiladi. Akalarimiz boshqacharoq naqshlar uyga qo'yib qo'yishgan bo'lsa ham o'sha moslab berasizlarmi? Bizniki xohlagan klientimiz, mijozimiz nimani xohlasa, mana shuni qilib bering deydigan. Faqat surat andazasi bo'lsa bo'ladi. Ha, o'shani imkon qadar Xudo xohlasa hammasini qilib beramiz, bezatkaz. Zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Yana bitta narsa aka. Mana eshikni tepa qismida nima deydi buni? Bu admanka deyiladi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, eshigimiz vizualni mana bitta ko'rayotgan bo'lsangiz, ko'rinishi baland ko'rinyapti. Eshikni baland qilib ko'rsatadimi? Da, eshik baland qilib ko'rsatadi. Eng tepasidagi ko'rayotgan bo'lsangiz karnizi. Karnizi bo'ladi. Bu nima uchun qilinadi? Bir xilligi joylarimizda, xonadonlarimizda karkas beton karkas bo'ladi-ku, aylanadigan. O'sha karkasni past bo'lib qoladi. Masalan, aytaylik, buni razmeri hozir 220 desak, eshikni o'zi? Da, 220 joyi bo'lsa, buni karkas betoni buzib bo'lmaydi o'sha. Buza olmaydi. Buza olmaymiz aka. Menga eshigim lekin baland ko'rinishi kerak, lekin buza olmayman deydigan joyiga ularni yechim qilib berishim, xohishlarini bajarishim, yo iloji yo'q, mashina qilsangiz qiling, bo'lmasa bo'lmaydi demaymiz. Bo'ldi, uni ham bajaramiz deymiz. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz 220 bo'lsa, apshipkamiz 30 sm. 2,5 250 tepasidagi karnimiz 10 sm. Shunda bu yerda 260 bo'lyapti hozir. Shunda vizualni ko'rayotgan bo'lsa, eshiklarimiz mana hammasi baland bo'lib turibdi. To'g'ri, uy egasi endi bemalol, meni eshigim 220 emas, 260 desa bo'ladi-da. Bo'ladi. Bemalol. Shunaqa. Zo'r, gap bo'lishi mumkin emas. Aniq bilaman, sizni ham mehmonxonangizda xontaxta yoki stol-stullar joylashtirilgan. Lekin bugun biz ko'rayotgan interyerda sal boshqacharoq. Ya'ni kirish qismimizda mana shunday yumshoq mebellar qismi joylashtirilgan. Mehmonlar kelganda bitta o'tirib, sekin gaplashib olishadi. Ana undan keyin o'sha mehmonni chiroyli tarzda tansiq taom bilan kutib olish uchun mana shunday alohida stol-stul qismi ham bor. Endi yana bitta narsaga e'tibor berish kerak. Oilaviy va shaxsiy yutuqlar uchun ham alohida burchak bor bu yerda va mana shu ikkala burchakka e'tibor qaratasiz. Bu o'ziga xos kompozitsiya, meni ko'zimda shunday ko'rinyapti va uning o'rtasida televizor ham joylashtirilgan. Juda go'zal. Kim aytdi sizlarga faqat yostiq yumshoq bo'ladi deb? Yo'q, ranglar ham yumshoq bo'lishi mumkin. Buni mana shu uy interyerida ko'rishingiz mumkin. E'tibor bering, mana shu dekorativ elementlarga aynan mana shu rangning atrofiga barcha uydagi ranglar aylantirilgan. Har bitta detalga mana shu rangning birozgina elementini ko'rishimiz mumkin. Aka, lekin gap bo'lishi mumkin emas. Uy, eshik, bezaklar, ranglar hammasi aytgancha. Plyus ham kompaniyamiz tomonidan, biz qo'yib berganmiz. Akbarich kompaniyasidan. Men tavsiya qilardim. Plyusni ham bizdan qo'yishlarini. Nimaga? Nimagaki ranglari, ishlatadigan mahsulotlarimiz bir xil bo'ladi. Bir-biriga uyg'unlik bo'lib, bir xil bo'lib chiqadi. Boshqa joydan olsa ikki xil bo'lib qoladi. Demak, tavsiya qilyapsiz, ya'ni bitta joydan olish kerak va albatta bu nuqta Akbarich bo'lishi kerak. Shunaqa topadi. Zo'r. Pandani qaranglar.
Hatto o'yinchoq holatida ham dangasalik sezilyapti-da. Xullas, hozirgi gapimiz panda haqida emas, ya'ni uning egalarining xonalari haqida. Sezgan bo'lsangiz, bolalar xonasidamiz va birinchi ko'zimizga tushadigan holat bu xonaning rangi. O'ta yumshoq, bolalarning xarakteriga moslab yengil pushti rangdan foydalanilgan. Xullas, bolalar xonasida juda ham ko'p jihoz shart emas va xuddi mana shuning isbotini ko'ryapsiz. Divan 2 dona va mana bu yerda dast qilish uchun maxsus jihoz. Mana shu bitta e'tiborni tortadigan jihati hech qanday tutqish shart emas. Nega? Chunki bolalar uchun xavfli bo'lishi mumkin. Shunchaki mexanizmning o'zi kifoya. Xonani tabassum qilganini ko'rganmisizlar? Mana shu xona xuddi unga kirganlarga tabassum qilib turgandek ko'rinadi menga. Qolaversa, bolalar xonasi uchun albatta mana bunday shkaf kerak. O'yinchoqlar, kiyimlar bo'lishi mumkin. Xullas tartibga solib turadi. Lekin men hozir umuman bu haqda gapirmoqchi emasman. Asosiy e'tiborimizni hozir mana shu eshikka qaratamiz. Eshikda e'tibor bergan bo'lsangiz, sal oldin aytib o'tgan dangasa pandani shundoqqina suratini joylab qo'yishgan. Bu esa bolalarning talabiga monand tarzda tayyorlangan. Eldor aka, bu kimning fantaziyasi endi? Bu fantaziya mijozimizni qizlaridan kelib chiqibdi. Endi mijozimiz qizlari dada bizga mana shunaqa qilib bering deb aytishibdi. Bizga firmamiz farzandlarini, mijozlarning farzandlari tili chiqsa bo'ldi. Aytadi-ku, tili chiqqandan keyin menga shu narsa kerak dada deb deysa, o'zini muhayyo qilib berasizlar. muhayyo qilib beramiz, yasab beramiz. Har qanaqa suratni kiritsa bo'ladimi aka? Bo'ladi. Bu qanaqa tayyorlanadi aka? Bu jarayon qiyin va vaqt olmaydimi masalan? Ko'rib vaqt oladi, ozgina vaqt oladi, lekin qiyin emas. Imkon qadar qilib beramiz. Bizda qiyin degan so'z o'zi yo'q. Xohlaganimizni qilib beramiz. Bu rover ochilgan, ko'rayotgan bo'lsangiz, bu prosta chizib bo'yab qo'yilmagan. Roverda ochib, keyin mana shunaqa bo'yab chiroyli qilib berganmiz. Ana endi mana shu xonani qirolichasi bilan tanishamiz. O'zi shu yerda turgan bo'lsa kerak-ku, hozir. Yo, pandani olib ketaylik unda. Kesa olmay. Mana bu eshikdagi pandani kim xohlagan, kimning talab bilan qo'yilgan? Nimaga? Qayerda ko'rgansiz pandani? Adam olib Qarang, sizlarda 2 ta ekan-a panda. Qaysi kim? 3 ta. 3 tami? U siznikimi? 4 ta. Ha, bu siznikimi? Farzonaniki, bu Faridaniki, ha? Bu kimniki unda? Eshikdagi. Meniki. Siznikimi bu? Ha. Nimaga pandani yaxshi ko'rasiz? Chunki men Aha. Chunki siz pandaga o'xshab yotasiz. qo'rib, chunki men bu qo'rqib chiqqanman. Ha. Ana, hurmatli kuzatuvchilar, har doim uyingizda qaysi? Gapiradimi? Qani qo'yib yuboring-chi? Bu yuradi bari. Ha, mana bucha panda yurmaydimi panda? Yo'q. Qani? Bu dangasa ekanda, ha? Yo'q. Ha. Rostdan men mana o'tkazib qo'yaman. Qani qaysi biri o'xshaydi bu eshikdagi pandaga mana? Bu o'xshaydimi, bu o'xshaydimi? Bu Farzonaniki, bu Faridaniki. Bu o'xshaydi, ha? O'zi yonadi. Bilgan bo'lsangiz kerak, rostdan ham bu yerda bolalarni xohishi bilan, bolalarni talabi bilan mana shunday ajoyib dizayn joylashtirilgan. Aynan eshikka. Ko'rib turganingiz oshxona dizayni juda ham chiroyli tarzda tayyorlangan. Interyerini o'zingiz bitta ko'rib baho berasiz. Eldor aka, uy egalari sizga rahmat aytishdimi? Albatta. Biz ham rahmat aytamiz. Chunki ko'p kuzatuvchilarga biz bugun qimmatli ma'lumotlarni berdik va har doimgi aytadigan fikrimiz, biz sizga mukammal taklif beramiz. Biz siz istagan o'lchamda, siz istagan dizaynda va siz istagan mukammallikda eshiklarni tayyorlab beramiz. Akbar Rich, Ko'ngil tinch.